Soliq kodeksi 5-moddasi, ya'ni soliq to'g'risidagi qonunchilikni belgilangan muddatlarni hisoblash tartibi. Bu ham umumiy norma, lekin juda ko'p joyda kerak bo'ladi. Muddatlar hisoblashda qachon oxirgi kun, qachongacha yuborish mumkin, soliq to'lovchiga juda kerakli normalar yozilgan. Ya'ni bu yerda soliq to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan muddatlar ro'y berish kerak bo'lgan voqea yoki sodir bo'lish kerak bo'lgan harakatni ko'rsatgan holda kalendar sanalar bilan yoki vaqtning yillar, choraklar, oylar yoki kunlar bilan hisoblanadigan o'tish davri bilan aniqlanadi. Ya'ni bu yerda mana pauza qilib to'liq matnni tanishib olsanglar bo'ladi, muhim joylarini aytib o'taman. Ya'ni bu yerda nima deyilyapti? Agar kodeksda, soliq qonunchilikda yil deyiladigan bo'lsa, bu kalendar yili emas. Ya'ni ketma-ket 12 oyni tashkil qiladigan davr yil deyiladi. Masalan, 1-apreldan boshlab yil hisoblanadigan bo'lsa, keyingi yilni o'sha 31-martagacha bo'lgan davr yil hisoblanadi. Agar qonunchilikda kalendar yili demagan bo'lsa, faqat yil deyiladigan bo'lsa, ketma-ket 12 oyda tushunishimiz kerak. Lekin chorak deyilgan bo'lsa, qonunchilikda chorak deb nazarda tutilgan bo'lsa, bu kalendar choragi bilan bir xil. Ya'ni 1-yanvardan 31-martgacha bo'lgan dastlabki 3 oy birinchi chorak, keyingisi ikkinchi chorak deb kalendar choragi bor. O'sha chorak bilan kalendar choragi demagan bo'lsa ham bir xil narsa tushunish kerak. Keyin agar qonunchilikda kun deydigan bo'lsa, kalendar kunini tushunmaslik kerak, chunki soliq kodeksining shu moddasida aniq yozib ketilgan. Agar qonunchilikda aniq kalendar kuni deb yozmagan bo'lsa, bu ish kuni deb hisoblanadi. Ya'ni kun degan bo'lsa, doimo ish kuni sifatida o'qishimiz kerak bo'ladi normalarni. Ish kuni deganda albatta shanba, yakshanba, dam olish kunlari, bundan tashqari bayram kunlari kiritilmaydi. Ya'ni qo'shimcha prezident farmoni bilan yo boshqasi bilan qo'shimcha dam olish kunlari e'lon qilinsa ham, bu ham ish kuniga kirmaydi. Ya'ni muddatlarni hisoblash tartibi bo'yicha bitta misol keltiraman. Masalan, soliq kodeksining 131-moddasida hisobga qo'yilmagan joyda yer solig'i, mol-mulk solig'i yoki suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni to'lash majburiyati yuzaga kelgan soliq to'lovchi mazkur majburiyat yuzaga kelgan kundan e'tiboran 10 kun ichida soliq solish obyektlari ular joylashgan yerdagi hisobga qo'yish uchun davlat soliq xizmati organiga qonunchilikda belgilangan tartibda murojaat qiladi deyilyapti. E'tibor bering, 10 kun ichida deyapti. 10 kalendar kuni deyilmayapti. Demak, biz tushunishimiz kerak, 10 kun bu 10 ish kuni nazarda tutilgan. Keyin yana bitta narsani e'tibor berish kerak. Muddat boshlanishi o'sha belgilangan voqea hodisa sodir bo'lgan yoki muddat boshlangandan keyingi kundan boshlab hisoblanadi. Mana bu yerda misol qilib keltiradigan bo'lsak, ya'ni hozir aytdik, hisobga qo'yish kerak deyilyapti. Yangi mol-mulk yoki boshqa vujudga kelsa, huquqlar vujudga kelsa, misol qilib aytadigan bo'lsak, AMChJ 1-avgust kuni bino sotib oldi. O'zi joylashgan joydan boshqa hududda. Buni norma bo'yicha 10 kun ichida o'sha hududdagi soliq organiga hisobga qo'yish kerak. Bu yerda misolimizda 4-kuni, slaydda 1-kun bo'lib qolibdi. 4-kuni sotib oldi deylik. Ya'ni bu yerda 10 kun ichida
hisobga qo'yish kerak. Bu muddat qanday hisoblaymiz? 10 kun degani uchun 10 ish kuni hisoblaymiz. 4-kuni bo'ladigan bo'lsa 5, 6, 7, 8 avgustlarni qo'shamiz. 4 kun. Mana 11, 12, 13, 14, 15 avgustlar, yana 9 kun. Shanba-kshanbalarni qo'shmaymiz, chunki ish kuni emas bular. Va oxirgi kuni 18 avgust kuni, ya'ni 24:00 gacha. Biz hisobga qo'yish bo'yicha ariza beradigan bo'lsak, hisobga qo'yish bo'yicha murojaat qilgan bo'lsak, muddat buzmagan bo'lamiz. Yana keyin ushbu moddada oylar bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshirilgan. Ya'ni oylar bo'yicha nima deyilgan? Agar muddat oylar bo'yicha hisoblanadigan bo'lsa, o'sha oydan keyingi oyni o'sha sanasigacha bir oy hisoblanadi. Masalan, 30-apreldan bir oy deydigan bo'lsa, 30-maygacha o'sha bir oylik muddat hisoblanadi. Lekin ba'zi oylarda kunlari yo'q bo'ladi. Masalan, 30-yanvardan boshlab bir oylik muddat deydigan bo'lsak, 30-fevral sanasi yo'q. Shuning uchun bu agar tegishli kunni u oyda, boshqa oyda unaqa kun bo'lmasa, ya'ni 31 kun yoki 30 kunlik muddat bo'lmasa, o'sha oyda eng oxirgi sanasi bir oylik muddat hisoblanadi. Mana bu yerda misol qilib 30-yanvarda qabul qilinib bir oy degan bo'lsa, 28-fevralda ushbu muddat tugaydi. Va yana bitta qoida ketgan. Agar muddatni tugash kuni dam olish kuniga to'g'ri keladigan bo'lsa, ushbu muddat keyingi ish kunida tugaydi deyilgan. Masalan, qanaqadir muddat hisoblayapmiz. U muddat tugashi oxiri masalan 16-avgustga to'g'ri keldi. U shanba hisoblanadi. Demak, bu muddat shanba kuni emas, shanba-kshanba o'tib, dushanba, ya'ni 18-avgust kuni tugaydi muddat. Ba'zida o'sha bir kun ham muhim hisoblanadi. Soliq majburiyatlari to'lamagan, hisobot bermagan, o'z vaqtida bermagan yoki soliqlarni o'z vaqtida to'lamagan degan holatlarda vaqt to'g'ri hisoblanganmi, yo'qmi? Shu umumiy qoidalar asosida hisoblab ko'rsanglar, ko'p narsa masalan soliq to'lovchining foydasiga hal bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu modda ham muhim moddalardan biri hisoblanadi.